Drama bakıyorum. Teşekkür ederim. Gelin hakim olduk. Teşekkür ederim. Maşına kilesem, bir yakın bilgi yoksun ya. Yok bilgi yok. Dadam rahmali borligida masjidda ajratib o'sha bilog'ishda o'tirib bergan shu bilog'ishni ustiga shunaqa tom qildirib uni qo'shnini devordan foydalanib tom qildirib mana shu o'zimizga nima qilib oldik endi. Qanday o'tasizlar? Mana mana shu yotoqxonamiz. Buni devor bittoligi uchun Qarali Shohruxdor menga yangilantirdi. Menga qarali tayyor uylar bormi? Bor tayyor. Necha xonalik? 2 xonalik kerakmi? 2 xonalik. Bormi tayyori? Bor. Hozir Abror senga mashinaga o'tkazib odam olib boradi. Olib kelib kaltini berib, uy topshirasan, shundaymi? Bunday qilasan qizim. rahmat oshim sizga katta rahmat. Prezidentimizga rahmat. Rahmat sizlarga hamisha rahmat. Yanganchanda uy qurganman, ashiy ko'chib borasizlar. Bu yerda yashamaysan. Bu uy emas. Borasan, uyni ko'rsatadi, kaltini beradi. Ashiy ko'chib borasizlar, bo'ptimi? Tushundingmi? Bugun hozir borib ko'rsatadi, ertaman ko'chib ketishingdan beriman, bo'ptimi? Ashida ishga joylayman seni, qizingni shu joylayman shu yerda maktabga. Rahmat, niymatdir, rahmat. Hamma ishni ishlab ham o'qiyapsizlar, bo'ptimi? Hammasi bo'ladi. Kelishdik. Sog' bo'lgin. Rahmat ketdi. Abror Hey, ketsa qizingni ol, qiz bolalaringni ol. Axir bolalaring o'tirib boshida. Chaqir bolalaring.